Assalomu alaykum. Xudo shukr TV kanalini doimiy hamda tasodifiy kuzatuvchilari barchalaringizga kun xayrli bo'lsin do'stlar. Bugun Alloh nasib ro'za aylasa 2025-yil 2-iyul sanasi yana bir manfaatli video rolik bilan sizlarni bezovta qilyapmiz do'stlar. Bugun mana shu ekranda ko'rib turgan bino turar joy 6 sotix yer maydonida joylashgan kottej zudlik bilan satıladi. Allah nasib ro'za aylasa. Men manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, avvalo bon tomonimiz Yangiariq tumani Yantex, hamma biladi. Yantexning fabrikani orqa tomonidan 1-chi, 2-chi, 3-chi joy hisoblanadi. Ya'ni Guzar ko'cha. Yangiariq sentrdan Yantexni oldi bilan to'g'ri o'tib kelsangizda, avazlar Xiva tomoniga ketishda chap qo'la ana Cobalt girib kelayotgan joydan aylanib kelasizlar. Guzar ko'cha. Girishingizdan chap tomonda 1, 2, 3-chi joy bo'ladi, xudo xolasa. Bu ko'rib turganlaringizning tashqi tomonlari mana shunday holatda stashga qilingan. Hattoki yo'lni bo'ylarini challi, mana qarang, o'zlari yashimiz degan maqsadda chiroyli qilib pulni ayamasdan surtilgan beri chiroyli qilib qarashib qilingan. Binomizni tashqi tomonidan do'stlar atrofi ham quyib stashga qilib beton bilan uzatilgan. Semichkalarni ko'rib turganlaringizdek ekilgan. Uglovoy joy, gazi, sveti, suvi, hamma narsasi. Hech narsasidan muammo yo'q. Wi-Fi ham o'tgan yerda. Mana shunday qilib stashga ko'rib turganlaringizdek yo'lni chekka qismlari ham zakoniyatib quyib taxlangan do'stlar. Endi uyimizni, kottejimizni ichine girib bemalol men ichini sizlarga deyarli hamma kottejda bir xil standart davlat standartida qurilgan bo'ladi. Deyarli o'zgarishi yo'q. Do'stlar, buni kanalizatsiyasi ham sho'ra chiqarilgan ekan. Uni egalari alohida to'xtalib turib aytib turibdilar. Katta qilib ustalar, mahir ustalar tomonidan qilingan bu ishlar. Girishda yana bir eshik, bir darvoza mashina qo'yish uchun kutib oladi sizlarni. Girgandan darvozadan naves mashina qo'yish uchun bu tomonimiz eshikdan girish. Xo'p. Endi bu yerda odam yashamoqligi tufayli o't cho'p narsasini ahamiyat bermaysizlar. Girasizlar, girganlaringizdan 6 sotix yer maydonda joylashgan. Tashqarida hojatxonasi ham bor do'stlar. Bemalol bir kotyolxonasi. Endi girish qismi konditsionerlar qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek. Bon tomondan ham girish eshik bor, bilasizlar. Bu kotyolxona aytdim. Keyin bog' tomoni ko'rinishi. Bon tomondan ham bemalol beri navis satib ustini spalanib qo'ysa bo'ladi bu yerda. Bog' tomon eshikdan girish. Alloh nasib qilsa girgan narsalarni shuning ayvoncha kutib oladi sizlarni girgandan. Teyip podvalni tenidan bemalol balandlatib pol qilingan. Hamma narsalarni qo'yib joylashtirishingiz mumkin. Ayvoncha akfa aynola bilan beklangan, yopilgan. Bu tomondan xo'tomba girish mumkin. Oshxonadan girishimiz ham mumkin ekan do'stlar. Oshxona ko'rib turganlaringizdek gaz plitalar joyida turibdi. Posudomika yuvish shu bilan to'g'ri. Bu darvozaxonadan girgan yerdagi eshik kilit yo'q. Buning uchun do'stlar buni ochib bon tomondan girmadik. Endi girganingizdan kottejga, hamma kottejda shu bog' tomondan darvozaxonadan girish eshigi. Girganingizdan sirazi eng birinchi masalada sanuz yerlarini ko'rsataman. Hamma narsasi shashshalayitlari qilingan zamonaviy tipda do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek. Keyin buni yana bir zo'r tomoni do'stlar, hojatxonasi bilan ikisi alohida ekan. Mana hojatxonasi ham mana shunday ko'rinishda bo'ladi do'stlar. Keyin bir spalni odam yashamoqligi uchun bu yerda qarashiga atilinmagan do'stlar. Hech kim yashamaydi bu yerda hozirda. Shuncha alashmayapsizlar. Keyin birinchi spalni, keyin ikkinchi spalnimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi
Davlat standartında qilingan hammasi. 3-chi spalniyimiz. Mana shuning ko'rinishda döşevleri yok. Ana endi koridordan chiqib arkaga qaytadigan bo'lsak, darvozaxonadan girish eshig'idan doğru girib o'tasiz. Zal sizni kutib oladi do'stlar. Ya'ni mehmonxona. Mana shu mehmonxona bo'ladi. Svetlari ajratilgan ekan, svet yo'q ekan, shuning uchun videomizdagi xato kamchiliklar uchun sizlardan uzr so'rayman do'stlar. Shu bilan birgalikda endi kuxnya bo'ldi. Ayvoncham bir bastirlingan oldi. Bir zal bo'ldi. Banchetda bir xona, 2 xona, 3 xona bo'ldi. Ana 4-chi zal xonamiz kuxnya bilan 5 bo'ldi. Banilarini ko'rsatdim. Kuxnilarini ko'rsatdim, zalini ko'rsatdim, hamma tomonlarini, teraskalarini, bog' tomonlarini ham ko'rsatdim. Do'stlar, uy yoqqan bo'lsa, bemalol ekranda men telefon raqamlarini qoldiraman. Uy egalari bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Bog'dan tomona chiqqandan navis uchun planlashtirgan hamma narsalar boyna şöyle navis qilib, bemalol tapchani qo'yib, bog'ni qarashig'ini aytib yuqorida aytdim, hech kim yashamaydi bu yerda. Yaşasanız da satıb alsanız da xarid qilib, gullarni ekib, chiroyli qilib, bog' qilib yashash imkoni bor. Tashqarida hojatxonalarda ham bor do'stlar. Do'stlarim, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan videorolikimiz mana shulardan iborat edi. Sog' bo'ling, omon bo'linglar. Bemalol ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilishlaringiz mumkin. Konditsionerlar ham bor do'stlar. Do'stlar, bu joyimizni uy egasi bilan gaplashdik. 60 ming dollar narx aytib turibdilar. Bemalol telefonda aloqaga chiqsinlar, kami bor, gelishtirib beramiz deb turibdilar. Do'stlar, shart-sharoitlarni ko'rdingizda bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Uy egasi bilan bog'lanib, gelishgan holda xarid qilishlaringiz mumkin do'stlar. Oltin boshlaringiz omon bo'lsin, o'zlaringizni ehtiyot qiling, musofirda yurgan do'stlar, qadrdonlar.